Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun 1-oktyabr 2025-yil haftaning chorshanba kuni biz yana o'zimizni xonadonimizdan video syomkani manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, o'ng tomondagi obuna tugmachani bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, qardash yoqib turasizlar. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Demak, boshladik. 10 dona xunojin keldi shu bugungi kunga. 7 ishda sog'liqlarini ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Yemlayman, boqaman deydigan odamlar uchun ham bo'y-basti balandroq yemda turgan xunojinlar ham keldi. Hozir hammasini bitta ko'rsatib o'tamiz. Oldin mana yeb ichishni ko'rsatib o'taylik. Hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari, o'tgan safarga qilingan videodan Xudo xolasa telefon qilib 5 tasini sotdik obunachilarimizga. Dastavkalarni qilib berdik. Vodiy bo'ylab bizda dastavka xizmatlari bor. Boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda buni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Yana bir bor eslatib o'tamiz, videolarimizga like bosib, kanalimizga qardash yoqib turasizlar. Mana shunaqa xunojin boqaman, sigir qilib olaman deydigan do'st birodarlarga podlistlar qilib, qaddishkada bo'lib tursalar, Xudo xolasa shundan so'ng obunachilarimiz qo'shilib bormoqda. Bo'y-bastilari hammasi birdan baland, 1.20 gacha bo'ladi bo'y-bastilari. Yeyotgan hashaklari ham silovga somon qo'shib beryapmiz. Xudo xolasa hammasi yeyapti. Kamchiliklari yo'q. Orqa tomondan ko'rinishi bularni. Hammasi Xudo xolasa sifati zo'r. Kamchiliklari yo'q, boqqalaring bor. Polvonligi ham, etvoshi ham hammasi Xudo xolasa yaxshi. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqa qilishlari mumkin. Telegram, WhatsApplar bor. Alohida video qilib tashlab beraveramiz. Bo'y bastilari bilan tanishib o'tamiz. Mana shu xunojinimizni bo'y basti 1.20. 7 ishtilari ham zo'r, g'ovdavoshlari yaxshi, 1 yashardan o'tdi. Narxi keladigan bo'lsa 11.700.000 so'm. Qiziqqanlar aloqa qilishlaverasizlar. G'ovdavoshlari zo'r, oyoq qo'llari mana. O'zlarini ko'rib turibsizlar. Yaxshi. Mana busi ham yem yeb turgan. Bu ham 1 yashardan o'tgan, 1.10 bo'yi. 10.200.000 so'm narxi keladigan bo'lsa, ular ichida vodiy bo'ylab dastavka xizmatlarini qilib beradi. Mana bu ekelar, mana ular ham 1.5 atrofida chiqadi, o'lchamadi. Toza Shvetiyadan boqaman deydi odamlar. Bemalol aloqa qilishlaverasizlar. 9.800.000 so'mlar dastavkalari bilan qilib beradi ularni. Xudo xolasa yaxshi bemalol. Mana bu ekalasi mana. Bu ekalasini ham arqa oldilari kelishgan, kallovoshlari yaxshi, shoxi yo'q variant. Shoxi bor, hali chiqmagan. Yaxshi, zo'r. Qanday oshkalik bo'lmagan. 1.5 bo'lardi bo'yi. 9.600.000 so'mga qilib beramiz bu ekalasini. Hurmatli obunachilar, o'tgan safar qilingan videoda Buxorodan telefon qilishdi, Xorazmdan telefon qilishdi. Akalar, yo'lkira rasxotini aytyapmiz biz o'zimiz. Shu tomonga dastavka qilib beramiz.
Ne yapmışlar? Balandroq dastavkalari. Shuning uchun oldindan uzr so'raymiz. Yana haligi xizmat to'g'ri tushunmayman. Toshkentga yoki Samarqand, Jizzaxda bo'lsa, tomonga transport ko'p boradi, yengilroq olib borib berishi mumkin. Lekin Buxoro, Xorazm tomonlarga sal narx-navolar balandroq aytishyapti. Yana bir bor eslatib o'taylik. Uzoqdan kuzatayotgan odamlar bo'lsa, obunachilar bo'lsa, ya'ni inovatsion hissalarini yaxshi bo'ladi. Hop, mana bu sirp Estonni aytib o'tamiz. 8 million 800 ming so'mga qilib beramiz Estonni. Bo'ylari birdan baland. 95 santimetrda mana bu yekalasini bo'yi. Mana endi o'lchadi. 8 million 300 ming so'm mana bu shvetini qilib beramiz qiziqqanlarga. Hop, bunisini 8 million 800 ming so'm qilib beramiz. Oddiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Kichkintoyimiz bor, 90 kilo buni bo'yi, orqalari bu ham kelishgan, 7 ishchilarga boqib yuraman degan odamlarga narxi o'ta yengil, 7,5 million so'm. Eslatib o'tamiz, 7,5 million so'mga dastavkasini qilib beramiz. Ishchilarni ko'rib turibsizlar. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqa tushishlari mumkin. Shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashdik. Sizu bizlarga nasib qilsin. Oilalaringga, chorvalaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor eslatib o'tamiz videomiz so'ngida. Bittadan like bosib, kanalimizga paddash yoqib qo'yinglar. Yaxshi kunlarda uchrashdik. Sizu bizlarga nasib qilsin.